Keyingi mashqlarga o'tamiz. 3-chi bu yerda mashqimiz ifodalarni qiymatini toping. Demak, A, B, C, D bor. Biz A dan boshlaymiz. 32 minus qavs ichida 48 minus 24. Birinchi biz qoidaga asosan qavs ichini hisoblab olamiz. 48 dan 24 ni ayiramiz. Bu 24 bo'ladi. 32 minus 24 bu 8 degan natijani beradi. B variant bu yerda 32 bo'lingan 40 bo'lingan 5 qavs ichida. Demak, qoidaga asosan qavs ichini hisoblaymiz. 40 ni 5 ga bo'lamiz, 8 bo'ladi. 32 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, natijamiz 4 kelib chiqadi. Javoblarni demak belgiladik. Endi C variantini ko'ramiz. Qavs ichida 88 minus 3 bo'lingan qavs ichida 15 bo'lingan 3. Tagi chizilgan, demak birinchi shu amallarni bajaramiz. Qavs ichini hisoblaymiz. 88 dan 3 ni ayiramiz. 85 15 bo'lingan 3 bu 5. 85 ni 5 ga bo'lamiz, natijamiz 17 kelib chiqadi. Keyingi D variant 700 dan 150 ni ayiramiz. Qavs ichida bo'lingan 5 bo'lingan qavs ichida 5 kara 2. Qavs ichlarini hisoblab olamiz. 700 dan 150 ni ayiradigan bo'lsak 550 bo'lingan 5. İkinci qavsimiz 5 ko'paytirilgan 2 bu 10 ga teng. Demak 550 bo'lingan 5 bo'lingan 10 da faqatgina bo'luv amallari ishtirok etgan. Demak biz chap tomondan o'ng tomonga qarab hisoblashni davom etamiz. 550 ni 5 ga bo'lamiz. 110 bo'ladi. 110 bo'lingan 10. 10 ga bo'linish qoidasini bilamiz. Bu yerda demak nollar qisqarib ketadi va javobimiz 11 kelib chiqadi. Mana bu yerda kalkulyator yordamida tekshiring deyilgan. Avval AC tugmasini, keyin quyidagi tugmalarni bosing. Agar kalkulyatorda mustaqil ravishda aynan shuni yozsangiz, ya'ni 32 minus qavs ochilgan 48 minus 24 qavs yopilgan teng deb hisoblasangiz, albatta bizni A ifodamizdagi natija kelib chiqadi. Ya'ni javobimiz 8 bo'ladi. Biz ana bu yerda demak aynan javobimizga 8 deb yozib qo'yamiz va kalkulyatorda uni hisoblasangiz ham bo'ladi. Endi bizda qoida qavslar ishtirok etgan ifodalarda amallarni bajarish tartibi. Birinchisi, dastlab qavs ichidagi amallarni bajaring. Ikkinchisi, keyin chapdan o'ngga ko'paytiring yoki bo'ling. Uchinchisi, so'ng chapdan o'ngga qo'shing yoki ayiring. Demak, bizda birinchisi qavs amallari bajarilar ekan. Mana bu yerda demak qavsni yozib qo'yamiz. Keyingisi ko'paytirish yoki bo'lish. Ko'paytirish yoki bo'lish amallari chapdan o'ngga. Uchinchisi esa chapdan o'ngga qo'shish yoki ayirish belgilari demak hisoblab olinar ekan. Keyingisiga o'tamiz. Juftlikda ishlang. Amallarni bajarish tartibini muhokama qiling va ifodalarning qiymatini toping. So'ng kalkulyatordan foydalanib javoblarni tekshiring. Biz amallarni bajaramiz, mustaqil kalkulyatorda hisoblab olasiz. Demak, A variantini ko'ramiz. 38 minus 6 qavs ichida ko'paytirilgan 2. Endi birinchi biz qavs ichini hisoblaymiz. Demak, uni tagiga chizamiz. 38 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak, natijamiz 32 bo'ladi. Bunga 2 ni ko'paytiradigan bo'lsak, natijamiz 64. Buni ham belgilaymiz. B variantiga o'tamiz. 56 bo'lingan qavs ichida 4 kara 2. Biz birinchi qavs ichini hisoblab olamiz. 4 ni 2 ga ko'paytiramiz. 56 bo'lingan 8 bo'ladi. 56 dan 8 ni bo'lib yuborsak, natijamiz 7 kelib chiqadi. Endi C variantini ko'ramiz. 70 ayrilgan qavs ichida 12 plus 43. Birinchi biz qavs ichini hisoblaymiz. 12 ga 43 ni qo'shib yuboramiz birinchi. Shunda 70 minus 12 ga 43 ni qo'shadigan bo'lsak, 2 ga 3 ni qo'shamiz 5, 1 ga 4 ni qo'shamiz 5, ya'ni 55 bo'lar ekan. 70 dan 55 ni ayirib yuborsak, javobimiz 15 bo'ladi. Keyingisi D variant. Qavs ichida 8 kara 8 ayrilgan qavs ichida 20 ko'paytirilgan 3. Bunda ham birinchi qavslar bajariladi. 8 kara 8 va 20 ni 3 ga ko'paytiramiz. 8 ni 8 ga ko'paytirsak 64 minus 20 ni 3 ga ko'paytirsak 60.
64 dan 60 ni ayiramiz, javob 4 chiqadi. I variant qavs ichida 60 bo'lingan 6, ko'paytirilgan qavs ichida 5 plus 7 minus 45. Xo'p, biz bunda qavslarni birinchi bajaramiz. 60 dan 6 ni bo'lib yuboramiz, 5 ga 7 ni qo'shamiz. 60 bo'lingan 6 bu 10, ko'paytirilgan 5 plus 7 esa 12 minus 45. 10 ga 12 ni ko'paytirsak 120, bundan 45 ni ayirishimiz kerak. Xo'p, mustaqil ravishda mana bu yerda 120 ayrilgan 45 deb ustunma-ustun demak hisoblab olamiz. 0 dan 5 ni ayirish uchun 1 beramiz, 10 dan 5 ni ayiramiz. 5 bo'ladi. Bu yerda 1 qoldi. 1 dan 4 ni ayirish uchun 1 berib, 11 dan 4 ni ayiramiz. 75 ekan. Javobni belgiladik. Mana bu hisob-kitobni esa demak bu yerdan o'chirib yuboramiz. Xo'p, keyingisi F variant 5 ko'paytirilgan qavs ichida 100 bo'lingan 4, ko'paytirilgan qavs ichida 4 plus 10. Demak, biz qoidaga asosan birinchi qavslarni hisoblab olamiz. Va shunda natijamiz 5 ko'paytirilgan. Mana bu yerda 100 ni 4 ga bo'lganimizda natijamiz 25 bo'ladi. Ko'paytirilgan 4 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak 14 bo'ladi. Teng. Bizda faqatgina ko'paytiruv amallari demak qoldi, qavslar ketdi. Demak, biz chapdan 10 ga qarab hisoblaymiz. Shunda birinchisi 5 ni 25 ga ko'paytiramiz. Mustaqil ko'paytirish uchun demak keling mana bu yerga yozib olamiz. 25 ko'paytirilgan 5. 5 kere 5 25, ikkisi dilda 5 kere 2 10, 2 bilan demak 125 bo'lar ekan. 125 ko'paytirilgan demak 14. Va endi biz 125 ni 14 ga ko'paytirishimiz kerak. Bunda ham mustaqil hisoblab olamiz. 14 ga ko'paytiramiz. 4 ni 5 ga ko'paytiramiz. 20 0 ni yozamiz, ikkisi dilda. 4 kere 2 8, ikkisi dilda bilan demak 10 bo'ladi. Yana biri dilda 4 kere 1 4, 1 bilan 5 bo'ladi. Demak 500. Endi bu yerda birni mana bu yerdagi 125 ga ko'paytirib chiqamiz. Bu albatta 1 kere 5 5, 1 ga 2 ni ko'paytiramiz 2, 1 ni 1 ga 1. Endi bularni qo'shamiz. 0 tushadi. 0 ni 5 ga qo'shsak 5 bo'ladi. 5 ga 2 ni qo'shamiz 7, 1 tushadi. 1750. Mana bu yerda javobni yozamiz. 1750. Buni mustaqil ravishda kalkulyatorda ham hisoblab tekshirsangiz bo'ladi. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Pastdagilarni o'chirib yubordik. Demak, bajaring va o'rganing. Ifodalarning qiymatini toping va kalkulyatordan foydalanib javoblarni tekshiring. Biz faqat ifodalarni topishga harakat qilamiz. Demak, A variant 27 minus qavs ichida 69 minus 46. Biz qoidaga asosan birinchi qavs ichini hisoblaymiz. Deylik 69 minus 46 ayirsak 9 dan 6 ni ayiramiz 3 bo'ladi. 6 dan 4 ni ayirsak 2. Demak 23 bo'ladi. Teng 27 minus 23. Javob 4 bo'ladi. B variantga o'tamiz. Qavs ichida 9970 plus 830. Qavs yopildi, bo'lingan 30. Biz birinchi qavs ichini hisoblaymiz. 9970 plus 830. Hop, 0 0 ga qo'shamiz. 0 bo'ladi. 7 ga 3 ni qo'shamiz. 10 bir dilda. 9 ga 8 ni qo'shamiz. 17 bir dilda 18, yana bir dilda 9 emas 10 bo'ladi mana bu yerda. Demak 10800 bo'lingan 30. Buni demak hisoblash uchun biz mana bu yerda 10800 ni 30 ga bo'lamiz. Biz 30 ni 3 bo'lingan 10 ko'rinishida olsak ham bo'ladi. Yoki 10 ko'paytirilgan 3 ko'rinishida. Demak, 10800 bo'lingan 10 bo'lingan 3 ko'rinishida yozamiz. Shunda e'tibor beramiz. Birinchisida 10800 ni 10 ga bo'lib yuborganda biz 0 ni tushirib qoldirsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda demak 0 lar deylik qisqarib ketadi va natijamiz necha bo'ladi? 1080 bo'lingan 3 bo'ladi.
1080 ni 3 ga bo'lish uchun demak mana bu ko'rinishda qilamiz. Ya'ni 10 ichida 3 3 ta 9 bo'ladi, ayirsak 1 bo'ladi, 8 tushganda 18 ichida 3 6 ta 18 0 bo'ladi. Bu 0 esa mana bu yerga tushadi. Demak 360 degan natija kelib chiqadi. Mana bu yerga 360 deb javobni belgilab olamiz. Buni kalkulyatorda mustaqil hisoblasangiz ham bo'ladi. Biz esa demak qo'lda hisobladik. Keyingisi C variant 280 bo'lingan 70, ko'paytirilgan qavs ichida 15 plus 45. Xo'p, mashqlarimiz borgan sari qiyinlashib ketmoqda, lekin biz yetishda davom etamiz. Demak, bu yerda birinchi qavsni hisoblab chiqamiz. 15 ga 45 ni qo'shamiz birinchi. Keling, mana bularni o'chirib yuboramiz. Xo'p, birinchisi 15 ga 45 ni qo'shishimiz kerak. 5 ga 5 ni qo'shamiz 10, 0 ni yozamiz 1 dilda, 1 ga 4 ni qo'shamiz 5, 1 dildagisi bilan demak 6 bo'ladi. 60. Ifodamiz quyidagi ko'rinishda yoziladi. Ya'ni 280 bo'lingan 70 ko'paytirilgan 60. Bizda faqat bo'luv va ko'paytiruv amallari bor. Demak, ifodani chapdan o'ngga hisoblaymiz. Ya'ni 280 ni birinchi 70 ga bo'lamiz. 280 ni birinchi 70 ga bo'lganda biz 280 bo'lingan 10 bo'lingan 7 qilsak ham bo'ladi. Shunda e'tibor beramiz, 280 ni birinchi 10 ga bo'lamiz. 10 ga bo'lish qoidasiga asosan, demak 0 ni tushirib qoldiramiz. 28 bo'ladi. 28 ni 7 ga bo'lish oson. Bu 4 natijani beradi. Demak, mana bu yerda 280 ni 70 ga bo'lsak, javobimiz 4 bo'ladi. Bunda yana 4 ni 60 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu oson. Bu 240 degan javobni beradi. Demak, 240 ni belgilab oldik. Endi D variantiga o'tamiz. 108 plus qavs ichida 93 minus 57 ko'paytirilgan 8. Bunda birinchi qavschi hisoblanadi. Va mana bu yerda demak keling 93 dan 57 ni ayiramiz. 93 minus 57. 3 dan 7 ni ayirish uchun 1 beramiz, 13 dan 7 ni ayiramiz 6 bo'ladi. Bu yerda 8 qoldi. 8 dan 5 ni ayirsak 3 bo'ladi. 36 ekan. Demak, 108 plus 36 ko'paytirilgan 8 teng. Endi hisobni yana davom ettiramiz. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bizda ifoda qanday bo'ladi? 108 plus 36 ko'paytirilgan 8. Biz ifodada albatta birinchi ko'paytiruv amalini bajaramiz. Shuning uchun uni tagiga chizamiz. 36 ni 8 ga ko'paytirishimiz kerak. 36 ko'paytirilgan 8. 8 kere 6 48. 8 ni yozamiz 4 tilda. 8 kere 3 24. 4 bilan 28. Ya'ni 288 bo'lar ekan. Demak, 108 teng deymiz. 108 plus 288. Endi bu yig'indini hisoblaymiz mustaqil ravishda. 108 ga 288 ni qo'shamiz. 8 ga 8 ni qo'shamiz 16, 1 dilda 0 ga 8 8, 1 bilan demak 9 bo'ladi. 1 ga 2 ni qo'shamiz 3 bo'ladi. 396. 396 javobni belgilab olamiz. Demak, bizda barcha topshiriqlarni demak javoblari chiqdi va buni o'zimizda yozib qo'yamiz.